bir narsalarga ish qo'yarkan, unga sig'inish darajasiga bormaslik kerak bo'ladi. U nima bo'lishidan qat'iy nazar, bugun yangi dunyo, modern dunyo taklif qilayotgan har narsa bo'lishi mumkin. Ibrohim alayhissalomning qissasi bor. Alloh azza va jalla Anbiyo surasida keltiradi. İbrahim alayhissalomning qavmi butparast qavm edi. O'zlari va Alloh o'rtasiga butlarni qo'yishgandi va go'yoki bir vositachi o'laroq ularga qurbonliklar qilishardi, ulardan madad kutishardi, ulardan farzand kutishardi, yordam kutishardi. Va bir kuni Ibrohim alayhissalom dediki, bu butlarni siz yasaganmisiz? Ha, biz yasaganmiz. Siz qanday qilib o'zingiz yasagan bu yog'ochdan, toshdan bo'lgan butlardan yana o'zingiz madad kutasiz? Bu qanday qilib, buni qaysi aql bilan qilasiz? dedi. Qarshisidagilar dediki, ey Ibrohim, sen bu masalada biz bilan hazillashyapsanmi yo jiddiymisan? Ya'ni o kadar edilarki, hatto jiddiy savol bilan nojiddiy savolni ham farqiga borishmaydigan darajada edilar. Va yoki shunday bo'lishni istashardi. Ular dediki, bizni bobolarimiz bularga sig'inib kelgan, bularga qurbonlik qilib kelgan. Xuddi shunday biz ham uni davom ettiryapmiz. Unda Ibrohim alayhissalom dedilarki, unda siz ham, bobolaringiz ham ahmoq bo'lgan ekansizlar. Unaqa so'z o'yini, unaqa nima deydi, ayab o'tirish degan holat bo'lmadi. To'g'ridan to'g'ri. Ham siz, ham bobolaringiz agar o'zingiz yasab olgan bu yog'ochdan va toshdan bo'lgan butlardan madad kutarkansiz, farzand kutarkansiz va yoki yordam kutarkansiz, unga qurbonliklar qilarkansiz, demak siz ahmoqsiz, dedi. Va bir reja tuzdi. Ular tarqalishgandan so'ng Ibrohim alayhissalom bir boltami yo boshqa bir narsa bilan keldi va u butxonadagi jami butlarni urib sindiradi va faqatgina bittasini, u butlar orasidagi eng ulug'i deb bilinganini, eng kattasi deb bilinganini omon qoldiradi, tegmaydi unga. Bu bir reja edi. Birozdan so'ng butparastlar butxonasiga qaytib keladi va jami butlarini chilparchin bo'lganini, vayron bo'lganini ko'radi. Va aytishadiki, buni kim qildi, kim jur'at qildi bunga? Oralaridan biri aytadiki, bir yosh, baquvvat biri qildi buni. Kim bo'lishi mumkin? Bu Ibrohim bo'lmasin. Hali nega Ibrohim alayhissalom hali u payt payg'ambar emas edi. Buni fitratan anglardi. U butlarga sig'inib bo'lmasligini. Ich-ichidan fitratan anglardi. Va ular deyishdiki, bu tag'in bizni butlarimiz bilan doim har xil gaplar, butlarimiz haqida har xil gaplar gapirib yuradigan Ibrohim bo'lmasin deyishdi. Boring Ibrohimni keltiring dedi. Ibrohim alayhissalomni keltirishdi va undan so'rashdik, ey Ibrohim, bizni butlarimizni sen sindirdingmi? Deganda Ibrohim alayhissalom dediki, yo'q, qanday qilib men sindirgan bo'lishim mumkin? Mana butlarning ichida hammasi vayron, lekin eng kattasi omon turibdi, sinmagan. Undan so'rang. U sizga to'g'risini aytadi. Agar men sindirgan bo'lsam, ovoz chiqarib aytsin. Bu Ibrohim alayhissalom qilgan rejaning birinchi qadami edi. Birinchi qadami. Ularning ichidagi butun haqiqatlari o'sha lahzada vayron bo'ldi. Va biroz egilib Ibrohim alayhissalomga deyishdiki, ey Ibrohim, sen bilasan-ku bu butlarning gapirmasligini. Ibrohim alayhissalom qilgan rejaning ikkinchi bosqichi yetib keldi. Bular gapirmaydimi? Bular gapirmaskan. Bular bir munosabat qila olmaskan va hatto o'zini himoya qila olmaskan. Bular qanday qilib sizni himoya qiladi? Ikkinchi bu boltani birinchi qismini butlarni urib sindirgan bo'lsa, jisman endi bu boltani ma'nan ularni boshiga urdi, ma'nan. Hayotlarini parcha-parcha qildi. Tushunchalarini parcha-parcha qildi, ishonchlarini parcha-parcha qildi. Ana undan keyin ichlarini yoqdi.
Ular aytdiki, madomiki Ibrohim bizni butun ishonchimizni, hayotimizni yoqdi, unga o't qo'ydi, demak biz uni o'ziga o't qo'yamiz deyishdi. Xuddi shu voqea payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni qavmi bilan ham bo'ldi. Makkadagilar ham xuddi shunday edilar. Vaholanki Makkadagilar Ibrohim alayhissalom qavmidan edi, undan tarqaganlar edi. Alloh azza va jalla o'zlarini bobolarini tili bilan ularga u yashayotganlari yolg'on butlarini bobolarini tili bilan, u qissa bilan yana bir bor anglatmoqchi bo'ldi va bu bizga ham tegishli. Bugun bizni hayotimizda faqatgina otamiz qilgani uchun qilayotganimiz mingta ish bor. Men ularni saqlab qolishimiz haqida gapirmayapman. Tabiiyki biz noto'g'ri har narsadan voz kechamiz. U bizni hayotimiz, unda faqat to'g'ri narsalarni, haqiqiy, rost narsalarni saqlab qolishimiz kerak. Lekin ayni paytning o'zida xuddi o'sha butga sig'inganday qalbimizda sig'inayotgan ming bitta boshqa narsalarimiz bor. U nima bo'lishidan qat'iy nazar, Musa alayhissalomning qavmi oldindan buzoq yasab olgandi. U ularning qalbidagi ilohlari edi. Bugun ham bizni o'zimizni qalbimizda o'zimiz uchun muqaddas deb bilganimiz, talpinganimiz va uni evaziga hayotimizdagi asl haqiqiy narsalardan voz kechayotganimiz yuzlab holatlar bor. Biz o'sha tamomiyla bizni ko'zimizga chiroyli ko'ringanligi uchun uni foydasi u haqida o'ylab o'tirmaymiz. Butun dunyo shuni qilayotgani uchun, butun jamiyatlar shuni qilayotgani uchun biz ham shuni qilishimiz kerak deb qilayotganimiz harakatlar bor. Chet elniki bo'lsa bo'ldi. Biznikilar xato qiladi. Chet eldagilar xato qilmaydi. Biznikilar sifatsiz narsa qiladi. Chet eldagilar sifatsiz qilmaydi. Shuning uchun chet elniki bo'lsa bo'ldi, xo'rosqand deb qilayotganimiz minglab holatlar bor hayotimizda. Qaysiki otalarimiz qilgan xatolardan qanday qilib voz kechayotgan bo'lsak, bugungi dunyo bizga taklif qilayotgan noto'g'ri narsalardan ham xuddi shunday voz kecha olishni bilishdir ma'rifat. Bugungi efirni qilishdan asosiy maqsadimiz mana bu eslatmalarni bir qadar siz bilan bo'lish edi. Dardimiz bu.